Assalomu alaykum. Of course. This is very important. Albatta, bu butun sport jamoasi uchun juda muhim va mazmunli tadbirdir. Avvalo, barcha tashkilotchilarga iliq qabul uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ishonchim komilki, bunday tadbirni o'tkazish mamlakatingizga katta nufuz bag'ishlaydi hamda yuksak darajadagi tayyorgarlik va tashkilotchilikni namoyon etadi. Meni quvontirgani shuki, ushbu tadbir hukumatning va ayniqsa mamlakat prezidentining shaxsiy e'tibori hamda qo'llab-quvvatlashi bilan amalga oshirilmoqda. Prezidentning uzoqni ko'zlaydigan siyosati va sportga bo'lgan shaxsiy qiziqishi musobaqalarni muvaffaqiyatli o'tkazish, yangi avlod sportchilarini tarbiyalash uchun barcha shart-sharoitlarni yaratmoqda. Eng muhimi, aprel oyida Taekwondo WT bo'yicha bu yerda yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lib o'tadi. Bu esa mamlakatda olimpiya harakati va sport infratuzilmasini rivojlantirish yo'lida navbatdagi muhim qadam hisoblanadi. Ishonchim komilki, prezidentning dono va ilg'or rahbarligi ostida mamlakatdagi sport yanada jadal rivojlanib, yangi yuksak cho'qqilarni zabt etadi.